Assalomu alaykum hammaga yaxshimisizlar? Men o'g'lim Salohiddinning oyisiman. O'g'limda mana shunaqa rasmdagi diagnozni qo'yishgan, suya qurish, keyin bir yoq tomon oyog'i 2 sm kalta deyilgan. Biza bormagan joyimiz qolmadi. Hamma lecheniani qildik, doktorlik ham qildik. Operatsiya qildirib, suyagini kestirib, bir yoq tomonni nima shunaqa qilib qilmasangiz bo'lmaydi deyishdi. Biza bormadik operatsiyaga. Keyin Telegramda Dilora opamlarni ko'rib qoldim. Dilora opamga murojaat qildik. Olib borsam o'g'limni o'zlari o'sha ko'riklardan o'tdik. Dilora opamni judayam yaxshi natija oldik. Biz Qo'qondagi doktorga borgandik. 2 sm kalta deyapti desak, eski MRT'imizni ko'rdilar, keyin yangi MRT'ni solishtirdilar. Hech qanaqa 2 sm kaltalik yo'q, 0,5 mm kalta dedilar. Kimga bordinglar? O'sha borgan odamlarga yana olib boring, judayam yaxshi davolayaptilar deyishdi. Biz faqat Dilora opamga bordik. Alhamdulillah yaxshi. Bitta yelkasi ham qiyshig'ida, bittasi baland, bittasi past edi. Mana shu oyog'ini kaltaligi hisobiga bitta yelka past edi. Yelkalari ham joyiga keldi. Allohga shukr, avvalambor Allohdan. Hammasi Dilora opam sababchi bo'ldilar. Mo'jiza-da, bu hamma bo'layotgan narsa, bo'lgan ishlar mo'jiza-da, biz uchun mo'jiza. Rahmat aytaman Dilora opa. Sog' salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Sizga o'xshagan mana shunaqa bemorlarni baxtiga sog' bo'ling har doim, yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Rahmat kattakon.